Qarshi tumanida portlash sodir bo'ldi. Bugun 8-iyun kuni soat 13:50 da Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Chaman mahallasida joylashgan maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash sodir bo'ldi. Hodisa joyiga 5 ta qutqaruv bo'linmasi zudlik bilan yetib borib, yong'in qisqa vaqt ichida o'rab olinib, soat 14:55 da to'liq o'chirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida 4 ta avtomobil, 2 ta Cobalt, 2 ta gaz tashish uchun mo'ljallangan avtomobil hamda 2 ta yer osti yoqilg'i rezervuarlari yonib ketgan. Afsuski, hodisa natijasida 6 nafar fuqaro ham halok bo'lgan. Yana 5 nafari esa turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda voqea joyi to'liq nazoratga olingan bo'lib, hukumat komissiyasi tuzilib, jabrlanganlarga yordam ko'rsatish, hodisa sabablarini aniqlash va kelgusida bunday holatlarning oldini olish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.